Uning siz bilan to'y qilishi mumkin emas. Yana kelib Farhod bilan Zulmiraning to'yishi allaqachon bekitilib bo'lgan. Uning sizga deganlarining hammasi yolg'on. Men o'g'limga sizga o'xshash o'z qadr-qimmatini saqlashni bilmaydigan qizni appamayman. Hey, siz nimandaq nomussiz ayol, ha? Men qachon dadamning mol-mulkini talishib baqqan? Azroil chidab turgan bo'lsangiz, bu yerdan ketgan bo'lardim. Dadamning barcha mol dunyosi Mirzatga o'ng chiqargan bo'lardi-ku. Biroq siz shu mol-mulk uchun meni esil ko'zingizga qadalgan maktab o'ylab, meni ko'zingizdan yo'qotishni o'ylab keldingiz. Ko'p qismliq ovozliq asar Bo'ri ko'zlik er. Abduri Tursungul Obuli Yarqut. To'rtinchi qism. Nazigul opamning gaplarini aniqroq anglaydi dedim qandoq. Opasiga yaqin kelib o'ltirdi. Saramada ig'ir o'ksinib qo'yib, ko'zlarini ching'adi yomdi. Saramadaning ko'z janoqlaridan to'xtamay yosh qo'yilmoqda edi. Qarmoqqa Saramada muhim bir ishni eg'izdan chiqarolmay qiynalib qiladi. Nazigul savrchanlik bilan opasining eg'iz echishini saqlayotdi. Saramada oxiri eg'iz echib gap boshladi. Qizim Nazigul, dadangdan ayrilib qolgandan keyin akang ishkanglarni shunchalik tasdib qilib cho'ng qildi. Seni menga yaqinroq tursa, davomli ko'rib tursam deb orzu qiladi. Biroq ishlar aksincha bo'ldi. Sen yolqin bilan to'y qilib yiroq sahroga ketdi. Yolqingo hozirgacha sana azor bermay qadrlab o'tyotdi. Yolqinning seni bir umr mushunda qadrlab o'tishiga ishonaman. Ammo men ketgandan keyin qanday ishlar yuz beradi, uni hech kim bilmaydi. Akang bu yerda, sen bo'lsang yiroq sahroda. Men ketgandan keyin sizlarning tashlashib ketishinglarni faqat xohlamayman. Şunu qizim, men ko'p o'ylandim. Qizing Nurziyani akangning beqishiga bergan bo'lsang, men xotirjam ko'z yumgan bo'lardim. Nima deyapsan, opa? Nurziyani akamga beramdiman. Akam degan mening bir tala qarindishim. Men akam uchun jonimni berishga rozi. Biroq Nurziyani nemishqa akamga beraman? Akamlarga tayir bog'u. Tayirning kelib chiqishini hech kim bilmaydi. Tayir kimning bolasi? Qandoq bo'lib akangning bolasi bo'lib qoldi? Buni men texmi bilmayman qizim. Keyinchi tuyuqsizlar Tayirning ota-onasi paydo bo'lib, Tayirni akanglarning qo'ynidan tortib ketsa, akang hargiz bardoshlik berolmaydi. Aytolan bilan Kamil bir-birini bekli yaxshi ko'radi. Shunga bolalik bo'lamizmi mayli deb yashayotdi. Lekin keyincha ularmi haqiqiy bola mehriga tashna bo'ladi. Eng muhimi, qizingni akangga bersang, ashu qizingga bog'lanib, qizingni seg'inib bo'lsimi akangni yo'qlab turasan. Akangmi singlim, menga yurak parisini topshirgan edi deb seni tashlab qo'ymay izlab turadi. Ishkinglarning tashlashib ketmay, izlashib turishinglar uchun men mushundaq o'yladim qizim. Yo'q opa, sen menga har qanday talabni qo'ysang bo'ladi. Lekin qizingni akangga berdima. Nurziya bo'lmasa men qanday yashayman? Qizim men uchun hayotimda muhim. Akam bu Tayirni uyga akildigan vaqtda o'ylanib akagan bo'g'iydi. Meningcha Tayirni akamdan hech kim tortib ketamaydi. Menga akamlar bo'ladi. Menga qara Nazigul, men bir ona. Sening qalbingni tushunib turyapman. Biroq Kamil degan sening bir qo'saq qarindishing. Sen bolang bilan xo'shal yashasang, akang bola dardida azob tortib o'ssa, sen qanday chidaysan? Tayir bor degan bilanmi, u degan o'g'il bola. Keyincha qanday xuluq chiqardi bilib bo'lmaydi. Mijoz xuluq degan har xil bo'ladi qizim.
Tayir yaxshi odamlarning bolasi bo'lsa-ku. Kamil bilan Aytulanga vafodorlik yetkazib yaxshilik qila. Navoda undaq bo'lmay qaschu. Manga qara. Sen to'y qilib shuncha tezli bir baliq ona bo'lding. Demak sen xeli tug'ishchan o'xshaysan bola. Yalqon ishkinglar texi yosh bo'lgandan keyin yana balaliq bo'lib olsanglar bo'ladi. Yana kelib men balangni yotqa bagin demadim. Balangni akang baqsa, sen baqqan bilan o'xshash emasmi? Qizingni sevginsang har vaqt kelib ko'rib ketsang bo'ladi emasmi? Menimi o'ylab qo'ygan. Yalqon bilan to'y qilman deb yiroq sahroga ketmagan bo'lsang, men sizlardan ansirab bundaq bema'ni talabni sana qo'yib yurmagan bo'ladi. Nazigul opasining gaplarini o'ylanib qoldi. Bir ona uchun Amdila 2 yoshga kirib, omaq qiliqlarni chiqarib, tatliq, viliqlab kulib, o'ziga shodlik beg'ishlayotgan yurak parisini boshqalarga berish haqiqatan oson emas. Nazigul uchun bu talab rostilla bak ig'ir keldi. Biroq Nazigul qandaqmi qarab turib, kasalchan opasining yilnishlariga yo'q deb javob beralasin. Nazigul oxiri ko'nglida qizimni akam baqsimi o'xshashqu. Ba'zi odamlar bolalarini tug'ilibla notunish haqlarga berib etib, yana hech bo'lmagandek yashaydi ekan. Mayya bolamni yot birsiga bermasam, opam shu akam ikkimizni yotlashib ketmay, Nurziyaga bog'linib bo'lsa-mu izdishib, qarindoshlik mehrini yetkazib tursin deb atadigu. Aslida opamning so'ziga kirib, Yalqon bilan to'y qilib yiroqqa ketmagan bo'lsam, bundaq ishim bo'lmaydi. Eng yaxshisi, kasalchan opamni ayab bo'lsa-mu ma'qul bo'lay, deganlarni o'ylab, opasiga qo'shilganligini aytdi. Saram hada qo'shalliqida nima qilarini bilmay, Nazigulni bag'riga besib yig'lab ketdi. Rahmat. Rahmat jinim qizim. Meni tushunganingga ko'p rahmat. Akang bu xush xabarni anglasa, qancha xush bo'lib ketdi. Kech bo'lganda Kamil bilan Aytulan qaytib kelib, Nazigulning Nurziyani o'zlariga bermoqchi bo'lganligini bildi. Kamil singlisining yurak parisini o'ziga topshirmoqchi ekanligidan qattiq xushal bo'lib ketdi. Ammo Aytulan chiroyda kulib turgani bilan uncha xushal bo'lib ketmadi. Chunki uning nazarida qiz bola degan hamon sirtning odami edi. Ammo Aytulan yo'ldoshi Kamilning chiroyidagi xushallik kulkusini ko'rib, ortiq gap qilmadi. Saramhada xeyli yaxshilanib qolgandan keyin bechora Nazigul ko'zi qiymagan holda qizi Nurziyani akasi bilan yangisiga topshirib uyga qaytib ketdi. Yalqon Nazigulning rangi ro'yining yaxshi emasligini, yana kelib yolg'izlik qaytib kelganligini ko'rib, nemish bo'lganligini so'radi. Nazigul o'zini tutib ololmay, buqildab yig'laganicha, opasining talabi bo'yicha Nurziyani akasi bilan yangisining beqishiga berganligini aytdi. Gerçi Yalqon ko'nglida Nazigulning Nurziyani ularga berayotganiga norozi bo'lgan bo'lsa-mu, Nazigul o'zi uchun yurtini tashlab, mushu sahroga kelgan bo'lg'ashqa, yana kelib Nazigulning ezilib yig'lashlaridan uningmi qanchalik azoblanayotganligini his qilgan bo'lg'ashqa, Nazigulni bag'riga besib tasalli berdi. Shunday qilib Nurziya Kamil bilan Aytulanning qiziga aylanib, ular bilan birga turmush kechirishga boshladi. Kamil Tayirdan bakrak Nurziyaga amroq edi. Ko'nglida Nurziya degan singlimning menga bergan hadiyasi, ko'zimning qarchiqi deb qarab, Nurziyani bakla atvolaydi. Aytulan bo'lsa Tayirga bakrak amroq bo'lib, har doimla Tayirga yon besib, Nurziyaga qattiq tegadi. Kunlar shundoq o'tib, Nurziya ko'zni yumib ochqicha cho'ng bo'lib, to'liqsizlanib bittirdi. Shundoq kunlarda opasi Aytulanning e'tiborlishi bilan o'zini jahonda bir chaqlab, maktabdami yaxshi o'qimay, urush jadaliga orlashib, kunlari bekor lag'aylash bilan o'tayotgan Tayir jamiyat tashqanlari bilan tanishib, do'st bo'lib qolib, qimar o'ynab, o'ttirib qo'yganligi uchun qarzni to'layolmay, opasining oltin zanjirini o'g'irlagan edi. Ammo ishlar plan bo'yicha bo'lmay, Tayir texi zanjirni sotmay turib,
Aytılan özünün altın zanjirining yutganligini bayqab qolgan bo'lg'ashqa, Tayir opasining oldida o'zining yomon ishlarining oshkorlanib ketishidan ansirab, o'z qilmishini singlisi Nurziyaga döngapla bu ishdan qutulgan edi. Nurziya bo'lsa, to'kmatga qilib o'g'ir ataldi. Kamil bilan Aytulanning o'z ota-onasi emasligini bilib, texmi asablandi. Nurziya Shahnozning uyiga kelgan kunning ertasi Nurziya o'zining qayerga berib turishi to'g'riliq o'ylanishga boshladi. Shahnoz garchi Nurziyaga mening uyimda xotirjam turg'in degan bo'lsa-mu, qandoqla bo'lmasin Nurziya davomli ularning uyida turaversa bo'lmaydi-da. Nurziya Shahnozga qandoq qilish to'g'riliq maslahat soldi. Aytqana Shahnoz, endi men nega berib tursam bo'la? Sen-g'o meni o'z ko'rib uyimda turg'in davatsan. Lekin qandoqla bo'lmasin, sizlarning o'z oldinglarga turmushinglar bor. Sen uzun qolmay maktabga borasan. Sen maktabga kelsang, men yolg'iz ko'rinib qolaman. Shunga menga yaxshiroq amal tepish bergan bo'lsang bo'pti-kan. Aslida joyli qilmay uyimda turavergan bo'lsang bo'ladi. Biroq seni faqatli qoyil qilolmadim. Ammo men yaxshiroq o'ylab boqay. Qanday qilsak bo'la? Aras, Nurziya, sen ilgari maktab oshxonasida ishlab boqqan-g'u. Buningdan keyin maktab oshxonasida ishlashni xohlamsan? Mening bir hammam maktab oshxonasida ishlaydi. Yotoq tamoq bor. Qalsang seni ashu hammamga tanishtirib qo'yay. Oshxonaga odam kerak bo'lsa, seni yanada ap qolsin. Albatta xohlayman adash. Hozir men buningdan yaxshi ish nada turibdi. Turdigan joyim, yeydigan tamoqim bo'lsa, shu yetarli. Men hayotdan bak ko'p narsa talab qilmayman. Undaq bo'lsa, men hammam bilan aloqalashib boqay. Ma'qul adash, rahmat sana. Seni ko'p avor qilyapti. Voy, nimlan deydigansan? Bizga yaqin do'st bo'lsak, bunchalik ishqa rahmat deb yemisangmi bo'ladi? Shahnoz shundoq degunicha hujradan chiqib ketdi. Nurziya buningdan keyingi hayotining qandoq davom qiladiganligini, endi o'zining tanha, yakka yegona qandoq yashaydiganligini oldidan faraz qilib xiyol surib yotadi. 5. qism. Nurziya buningdan keyingi hayotining qandoq davom qiladiganligini, endi o'zining tanha, yagona qandoq yashaydiganligini oldidan faraz qilib xiyol surib yotadi. Atsi Shahnoz hammasi bilan aloqalashganligini, Nurziyaning uning bilan birga ishlasa bo'ladiganligini aytdi. Bu xabardan qattiq xushal bo'lgan Nurziya Shahnozni quchoqlab uning yuzlariga suyib ketdi. Arqadan Nurziya tushdan keyinla maktabga bormoqchi bo'ldi. U ko'nglida bu yerdan tezroq ketmasam, dadamlar meni izlab kelib qolsa tepib oladi deb o'ylab, aldirab ketayotgan edi. Shunda qilib Nurziya Shahnozning hammasi ishlaydigan maktabga mangadigan bo'ldi. Nurziya uydan chiqqan vaqtda uchsidagi bir qur kiyim bilan bo'g'ashqa Shahnozning bir necha qur kiyimlarini elib oldi. Shundaq tezla mangadigan bo'lding adash. O'zingni ko'p asra. Men hammamga sana yaxshi qarab qo'yishni aytdim. Hammam bakla oq ko'ngil yaxshi ayol. Uning bilan tezla chiqishib qolasan. Sana deganimdek tezroq mengishga aldirab ketyapman adash. Mendan xotirjam bo'l. Men bek chiqishqaq bo'lgandan keyin hammang bilan tezla aytsanglardek bo'lib ketaman. Haras, sana demisam bo'lmaydigan muhim ish bor. Qani ayta, qanday gaping bor edi? Shahnoz, dadam mening sen bilan yaqin do'stlardan ekanligimni obdan biladi. Balkim meni izlab kelishi mumkin. U izlab kelib qolsa, meni ko'midim degin. Mening hammang bilan birga ishlaydigan bo'lganimni ular hargiz bilib qolmasin. Lekin Nurziya, undoq qilsa qandoq bo'lar? Dadang sendan bak ansirab ketmamdi.
Men uydan chiqib ketib, mushu vaqtgacha izlab kelib qo'ymadi. Meningcha ular mendan ansirmaydi. Men baribir o'z bolasi bo'lmagandan keyin kar yo'q deyman. Mening deginim, navada izlab kelib qolsa, meni ko'midimla degin. Menga ma'qul degin. Bulamdi Shahnaz. Sendan o'tinib qolay. Mening endi o uyga qaytib borg'im yo'q. Ma'qul degin-a? Shahnaz birdam o'ylanib o'ltirib ketgandan keyin ma'qul bo'ldi. Shahnazning ota-onasi yeziga tuqqan yo'qlab ketgan bo'lg'achqa, uyda Shahnazla bor edi. Nurziyaning bu uyga kelganligini Shahnazdan boshqa odam bilmaydi. Shunday qilib Nurziya Shahnaz bilan xo'shlashib maktabga keldi. Shahnazning amisi Ra'no egiz bo'yliq zilva ayol bo'lib, qarmoqqa yosh ko'rinadi. Nurziya uydan chiqib ketgandan keyin Shahnaz amisi Ra'noga telefon qilib, Nurziyaning hozir yetib boradiganligini aytib qo'ygan bo'lg'achqa, Ra'no maktab oldida Nurziyani saqlab turadi. Nurziya kelgandan keyin Ra'no uning qo'lidagi kichik so'mkini ko'targanicha Nurziyani maktab ichiga boshlab mangdi. Ular cho'ng darvozadan kirib, yotoq binosi oldiga kelib to'xtadi. Ra'no Nurziyani bir yotoqqa boshlagandan keyin Nurziyaga 2 qavatli karvatni ko'rsatib turib dedi. Nurziya, siz buningdan keyin mushu yotoqda men bilan birga turasiz. Ikkimizdan boshqa yana 3 ayolmi bor. Men ular bilan oldidan deyishib qo'ygan. Siz ertadan boshlab ishga tushsangiz bo'ladi. Shunga bugun yotoqda yetib yaxshi orom eling. Ertadan boshlab birga ishga tushib ketamiz. Ma'qul, rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat aytmasangiz bo'ladi. Shahnazning deyishcha, ikkinglar yaqin do'stkansizlar. Demak, Shahnaz mening singlim bo'lgankan, sizmi mening o'z singlimdek. Qandaqli gap bo'lsa, menga desangiz bo'ladi. Yordamga muhtoj bo'lib qolsangizmi, Odulla menga aytavering. Qo'limdan kelish yordam qilaman. Amisa men chiqib ketdim. Oshxonada qiladigan yana boshqa ishlarim bor edi. Siz yaxshi orom eling, ha? Ra'no shundaq deb qo'yib chiqib ketdi. Shundaq qilib Nurziya Shahnazning yordami bilan maktabga osonla ishga o'ralashib oldi. Garchi Nurziya buningdan keyin o'z oldiga erkin turmush kechiradiganligini o'ylab xushal bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo 10 necha yillardan buyon dada, apa deb chaqirib kelgan mehribonlardan ayrilib qolganligidan yanala ko'ngli yerim bo'layotdi. Ularning o'ziga ishonmay, o'zidan gumon qilganligi, o'zini o'g'ri deb bilganligidan yuragi og'riyotdi. Qandaqla bo'lmasin, ular Nurziyaning o'z ota-onasi bo'lmagan taqdirdami, Nurziyani kichikidan beqib cho'ng qilgan. Bir turib Nurziya yeniklik bilan uydan chiqib ketib, hatto Shahnazga ular meni izlab kelsa, mening qayerda ekanligimni aytib berma deganligidan pushaymon qilib qoladi. Biroq qandaqla bo'lmasin, Nurziya haqiqiy ahvollardan xabar topgandan keyin ularning o'zini o'g'ri deb bilib, o'zining tuhmatga qolganligidan ko'ngli rostilla bek yerim edi. Nurziya har xil gadirmash xiyollar ilkida o'zini karvatga tashlab, ko'zlarini chang yumib yotdi. Ertasidan boshlab Nurziya Ra'no bilan birga oshxonaga chiqib ishga tushdi. Bu maktab oshxonasi bo'lg'achqa, o'quvchilarmi ko'p edi. Shuning uchun ular atigandan kechgacha oldirash bo'ladi. Nurziyaga ortiq ishlarni xiyol qilgudek vaqtmi chiqmaydi. Atigandan kechgacha paloqshib ishlab, yerib charchab ketganlikdan kech bo'lganda yotoqqa kiribla o'zini karvatga tashlab, shundoq shirin uyquga ketadi. Bugun Nurziya atigan o'rnidan turib Ra'no bilan birga oshxonaga chiqdi. Nurziya oshxonaga chiqibla qo'liga lo'ngini elib, tamoq ustallarini surtishga boshladi. Nurziya shundoq ustallarni surtayotganda, qo'lida material ko'tarib olgan qo'shima qash, bo'ylari egiz, qamlashgan bir muallim aldirash kirib keldi. Nurziya uning kirganiga diqqat qilmagan bo'lib, ishi bilan mashg'ul bo'laverdi. Yosh muallimmi Nurziyaga qarabmi qo'ymay, Nurziyaning yonidan o'tib, tamoq elish ko'znikining oldiga keldi. Oshxonada ishlaydigan yosh qiz ayollar bu muallimga qarab qaytib qolishgan edi. Bir nechasi texi
hayajondan o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Ay qara adash, avu muallim yangi kelgan o'xshaydi ha. Voy-ay, nima degan kelishgan? Maktabga yangidan praktika o'qituvchilar keladi deyotgandi. Bu muallimmi praktikaga kelganlarning biri o'xshaydi. Rostila bak kelishgan-kan. Bo'ldi qizlar, ishinglarni qilinglar. O degan o'qituvchi yana kelib shundoq kelishgan-kan. O bizga qarabmi qo'ymaydi. Bundaq kelishgan odamning cho'qim loyiqi bo'ladi albatta. Voy-ay, qarimiz o'zining ishi. Biz uni majburlamaymiz. Biroq ko'z o'zimizning. Shunga bizning unga qarash huquqimiz bor. Sen bizning ishimizga aralashmasangmi bo'ladi? Voy-ay, aralashmasam bo'ladi. Biroq yo'ldishinglar borligini unutib qolmanglar. Voy, nima cho'nganandek to'la gap qilib beshimni og'irtadimi avo? Yura adash. Avu tarafga o'tib davomli ko'zdaydi. Ikki qiz shundoq deginicha qo'ltiqlashib, sal chatrak o'tdi. Yosh muallim ularning o'ziga qarayotganligini, o'zi to'g'riliq paranglashayotganligini bilmagachga, bo'yi pakar, dehmoq kelgan oshpazga bir nimalarni degandan keyin bir tal pilt quymoq, ikki tal tuxum, bir istakan sut elib, Nurziya texi surtmagan bir ustalga kelib o'ltirib, nashti qilishga boshladi. Bayqa ikki qiz yosh muallimning tamoq yeyotgan holatini kuzatib, texich paranglashib turadi. Odatda bu maktabdagi o'quvchilar maktab oshxonasidagi tamoqlarni yaratmay, sirtdan tamoq yeydi. Odatda bu maktabdagi o'quvchilar maktab oshxonasidagi tamoqlarni yaratmay, sirtdan tamoq yeydi. Ma'u kelishgan muallim maktab oshxonasida tamoq yeydigan-ku. Balkim yangi kelgan bo'lg'achqa, tunji kuni maktab oshxonasiga kirgan o'xshaydi adash. Balkim shundaqdi. Lekin za u kunda maktab oshxonasidan tamoq yesa bak yaxshi bo'ladi. Uni kunda ko'rib turalaydik. Odam bolasimi shundoq kelishgan bo'lgan deyman. Ayni vaqtda ota-ona meni Rabqat degan to'nkaytish bilan to'y qilasan deb to'yga zo'rlamagan bo'lsa, hozir shundoq kelishgan muallimdan birini keltirib to'y qilgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Turmushimni ma'nlik o'tgan bo'ladi-da. Issit. Bo'ldi. U gaplarini qo'yib, avtirab qarag'ana. Kelishgan muallim Nurziyaga gap qilyapti. Nima? O'sha meshchan Nurziyagami? Bayatdan biri og'izi besiqmay so'zlayotgan qiz darhol do'sti ko'rsatgan tarafga qaradi va kelishgan muallim bilan Nurziyaning paranglashayotganligini ko'rib, og'izni echib qarab turib qoldi. Kelishgan muallim intayin muloyimlik bilan Nurziyaga gap qilyotdi. Nurziya xijil bo'lib, beshini yerdan ko'tarmay turadi. Birdamdan keyin muallim materiallarini ko'targanicha chiqib ketdi. Qizlar darhol Nurziyaning yoniga kelishdi hamda oldirash so'rashdi. Nurziya, boyqa kelishgan muallim sana nima dedi? Hech nima, ortiq gap qilmadi. Ustal surtishingizga daxl qilib qo'ygan bo'lsam, apu qiling dedi shu. Ashulama, qarasam u sana xeyli ko'p gap qilganda qilgan-ku. Texi muallimning ko'zlari chaqnab ketibdi-kan. Nadi ko'p gap qiladi, boshqa gap yo'q shu. Daxl qilib qo'ydim deb o'ylab o'ng'aysizlanib qolgan chig'i mendan apu so'rgan edi. Men uningga hech qisi yo'q degan edim. O'rnidan turib chiqib ketdi. Rost shundaqli javob berdingmi? Ismini so'ramadingmi? Rost deyapman. Uning ismini so'rab yurmabdiman. Nima bo'ldi? Ajab ko'zlab so'rab ketdinglar-ku. Bizning uning ismini bilgimiz bor edi. Bilginglar bo'lsa oldiga berib so'rasanglar bo'ladi-ku. Nurziya shundaq deb qo'yib davomli ishini qilaverdi. Bayqa ishkaylan Nurziyaga olib qarab qo'yib, uning yenidan ketdi. Ular ketgandan keyin Nurziya tuyuqsiz bayqa kelishgan muallimning o'ziga degan gaplarni o'ylab, levini tishladi. Oltinchi qism. Nurziya, muallimning ismini bilginglar bo'lsa, o'zinglar oldiga berib so'ranglar deb qo'yib, davomli ishini qilaverdi. Bayqa ikkaylan Nurziyaga olib qarab qo'yib, uning yenidan ketishdi. Ular ketgandan keyin Nurziya
tuyuqsiz bayqi kelishgan muallimning o'ziga degan gaplarni o'ylab, levini tishladi. Biroq u ishlarni tezli xiyoldan chiqarib etib, orqa-orqadan kirayotgan o'quvchilarga tamoq chiqarish bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurziya odatda oldi zalning ishlarini qilgandan sirt bekor vaqtlarida bo'libmi, o'quvchilar tamoq kirgan vaqtda oshpaz ustamlarga yordamlashatdi. Shuning uchunmi oshpaz ustamlar Nurziyaga bakla amroq bo'lib qolgan edi. Nurziya bugun bir kun aldirash ishlab kash bo'lganda yotig'iga kiribla karvatga o'zini tashladi. U ko'zini ching'ida yumdi. Nurziya ko'zlarini yumishi bilan tang uning ko'z oldida kelishgan muallimning simasi paydo bo'ldi. Nurziya darhol ko'zini ochib, uning degan gaplarni o'ylashga boshladi. Yosh muallim aslida Nurziyadan o'zining nima uchun davomli o'qimaganligini so'ragan edi. Chunki Nurziya uruq, zilva bo'lg'ashqa, yeni kelib jo'g'i kichik bo'lg'ashqa, kimli bo'lsa uni bir ko'ribla texi o'qish yoshidagi qiz ekanligini bilib oladi. Yosh muallim balkim Nurziyaning bu yoshida ota-onasiga taynib maktabda xotirjam o'qimay ishlab yurganidan ajablanib, uningdan sababini so'rab boqisi kelgan bo'lishi mumkin. Muallimning bu savoli Nurziyaga uyda yuz bergan ishlarni eslatib qo'ygan bo'lib, Nurziyaning faqatli uyqusi kelmay yotadi. Nurziya shunda xiyol surib yetib, qachonlarda uxlab qolganligini sezmay qoldi. Atsi atiganda Nurziya odati bo'yicha atigan o'rnidan turib, Ra'no bilan billa oshxonaga mangdi. Nurziya oshxonada ishlab tursin. Endi biz gapni uni beqib cho'ng qilgan ota-onasi tarafdan anglab boqayli. Shu kuni Nurziya uydan chiqib ketgandan keyin Komil ko'nglida yelg'ich qaytib keladi-ku deb o'ylagan edi. Ammo yarim kecha bo'lay degan bo'lsa-mu, Nurziya uyga qaytib kirmadi. Shuning bilan Komil uningdan ansirab izlab chiqmoqchi bo'lib, o'rnidan turgan edi. Aytulan so'zlab ketdi. Nega borasiz? Xotin, Nurziya mush vaqt qaytib kirmadi. Uningdan ansirab qilyapman. Sidqi chiqib izlab boqay. Bo'ldi, uyqungizni uxlang a. Nurziya endi kichik bola emas. Balkim bir do'stining uyiga ketgandi. Ata, o'zi qaytib keladi. Komil Aytulanning gapini anglab asta karvatga kelib yotdi. Komil Aytulanning gapini anglab ko'nglida Nurziyaning bugun bu uydan ko'ngli ranjidi. Aytulan degandek bir do'stining uyiga ketgan o'xshaydi. Atigacha o'zi qaytib kep qala deganlarni o'ylagan edi. Komil ko'zlarini yumib asta uyquga ketdi. Atisdan boshlab Komil o'z ishlari bilan aldirash bo'lib ketdi. Aradan bir necha kun o'tib ketgan bo'lsa-mu, Nurziya uyga qaytib kelmagandan keyin Komil uningdan qattiq ansirashga boshladi. Ammo Aytulan bo'lsa, hech ish bo'lmagandek yuratdi. Aytulan, Nurziya uydan chiqib ketgani necha kunlar bo'lib qoldi. Men texi uni biradosining uyga ketgan bo'lsa, qaytib keldi-ku deb o'ylab yuribdi-ekanman. Mana mushu chaqqichimi qaytib kelmadi. Men uningdan behla ansirab qilyapman. Biz eng yaxshisi uni izlab tepib qaytirib kelaylik. Qaytib kelgisi bo'lmasa bo'pti. Qaytib kelmasin. Men undaq o'g'ir qizni tonimayman. Agar uningdan bak xotirjam bo'lamagan bo'lsangiz-chi, o'zingiz izlab tepib, o'z ota-onasining yoniga opirib qo'yib keling. Komil Aytulanning bu parvosizligiga qarab ichi achchiq bo'ldi. Aytulan, bu nima deganingiz? Mushundaqmi demsiz? Nurziya degan bizning qizimiz tursa, ajaba siz uningdan ozroqmi ansirmadingizmi? Ajaba Nurziyaga ozroq bo'lsa-mu mehringiz yo'qmi? Nima deb bag'ritash bo'lib qoldingiz? Nurziya sizni o'z opsida ko'rib atrofingizda parvona bo'lib, behlivoy deb yuratdi. Sizni shunchalik yaxshi ko'ratdi. Biroq siz nima? Men nima bo'ptiman? Ha, opamning nasihati, singlimning ko'z qarchig'i deb yelimi Nurziyani kichikidan shuncha aytib olib keldik. Endi bo'lganda bizga vafo qilmadi. Texi yurkini qopda qilib, mening oltinlarimni o'g'irlab yuribdi. Biz uning nemisini kam qilib qo'yibdik. Bo'ldi, men qara Aytulan. Nurziya degan
Tig'i balığı. Siz onun apis turib, onun bilan tang tursangiz qandaq bo'ladi? Qandaq bo'lmasan biz uni shuncha yil biqib cho'ng qildik. Uni qaytirib kelib chiroyli nasihat qilsak, buningdan keyin undaq ishlarni qilib yurmas. Ha, izdigingiz bo'lsa o'zingiz izdang. Ish qilib mening karim yo'q. Aytolan shundaq deb qo'yib, Kamilga kaynini qilib o'ltirdi. Kamil singlisi Nozigulning qizini o'ziga topshirgandagi iltijoliq ko'zlarini aslab, yuragi qo'qqasga tashlangan go'shtdek etishgan holda uydan chiqib, Nurziyani izlashga boshladi. Kamil Nurziyani izlab eng avval Shahnozning uyiga keldi. Chunki Nurziya pat-patla dadisi Kamilga Shahnoz to'g'riliq so'zlab beradi. Kamil Shahnozning uyiga kelganda bo'lsa, Shahnoz maktabga ketgan bo'lib, Shahnozning ota-onasi Kamilni qizg'in kutib oldi. Hamda Shahnozning maktabga ketganligini, o'zlarining Nurziyani ko'rmaganligini aytdi. Kamil Shahnozning ota-onasi bilan xo'shlashib, Shahnoz o'qiyotgan maktabga keldi. Hamda Shahnoz bilan ko'rishib, uningdan Nurziyani ko'rmaganligini so'radi. Shahnoz Kamilning chiroyidagi ansirash alomatlarini ko'rib, Kamilga shunchalik ichi og'irgan bo'lsa-mu, ammo Nurziyaga uning qayerda ekanligini hech kimga demaslik to'g'riliq va'da berib qo'ygan bo'g'ashqa, amalsiz yolg'on so'zlashga majbur bo'ldi. Men Nurziya bilan ko'rishib baxmag'ili xeyli bo'ldi. Agar u meni izlab kelib qolsa, cho'qim sizga xabar qilay. Rahmat sizga qizim. Nurziyada shunchalik ansirab ketyapman. Aslida u uydan chiqib ketgandilar. Keyindan chiqib uyga qaytirib kirsam bo'pti-ekan. Shunchalik pushaymon qilyapman. Men taxi uni biradosining uyga ketgan bo'lsa, ochiq yonsiz qaytib keldi-ku debla oddiy o'ylabdi-ekanman. Bek ansirab ketmang tag'a. Nurziya bek aqlli qiz. Ko'ngilsizliklarni kallasidan o'tkazib asli qaytib boradi. Ma'qul. Deginingizga so'ng chiroyli qizim. Kamil Nurziyaning uyidan chiqib ketgandan keyin Shahnoznimi izlamaganligini bilib, Nurziyadan texmo ansirashga boshladi. Shahnoz Kamilning kaynidan qarab, "Kechiring tag'a, sizga yolg'on so'zlab qo'ydim" deginicha levini tishlab qoldi. Kamil Shahnoz bilan xo'shlashgandan keyin Nurziyaning berish ehtimolligi bor bo'lgan joylarning hammasiga beribmi, Nurziyani topolmadi. Aytolan boshlarini sangiltib, miskin holda kirib kelayotgan yo'ldoshi Kamilni ko'rib, qapoqlarini turgunicha uyga kirib ketdi. Ana shu kundan boshlab Kamil izchil Nurziyani izlab kelayotgan bo'lsa-mu, uni topolmayotgan edi. Bugun Kamilning singlisi Nozigul atigan o'rindan turibla, o'g'li bilan qizini maktabga yo'lga solgandan keyin bog' tarafdan chiqayotgan yo'ldoshiga so'z qildi. "Yalqin, necha kundan beri tushlarim buzilib ketyotdi. Nurziyaga bir ish bo'lib qoldimikin deb bakla ansirab qolyapman. Akamlarning uyiga berib, ularni yo'qlag'ash, qizimizni ko'rib kelaylik-chu. Rostini desam, Nurziyani bakla seg'indi." Nurziyani bak seg'inib ketib qolaymaqan tush ko'rib qolgan o'xshaysizlar, xotin. Nurziya Kamil akamlarning yanida shundoq yaxshi xotirjam turayotgan tursa, uningga nima ish bo'lmoqchidi? Bo'ldi, ortiq ishlarni o'ylamay, bugili berib uni yo'qlab kelinglar. "Nima? Siz men bilan birga bormamsiz? Ajaba, qizimizni seg'inmaga o'xshamamsiz?" Men albatta qizimizni bakla seg'indim, xotin. Hammadan bakrak osh qizimizga amriq ekanligimni obdan bilsizlar-ku. Qizimizga totliq mehrimni beramaganligimni o'ylasam, yuragim ichib ketadi. Biroq Nurziyaning holidan Kamil akamlar shundoq yaxshi xabar berayotgan bo'lgandikin, ortiq o'ylabmi ketmayman. Qanday bo'lmasin, qizimiz sog'-salomat cho'ng bo'lyotdi. Beli yo'qlab boradigan ishga kelsak, aslida mening shundoq beli bag'im botdi. Biroq etizning hamma ishlari menga qarashliq. Kilaqatim beli borayli. Bu qatam o'zinglar berib turinglar. "Ha, ma'qul amisa. Men kirib tayyorlik qilib chiqay. Nurziyani bugun yo'qlab bormasam, kecha ko'zimga uyqu kelmaydigan o'xshaydi." "Ha, shunda qilinglar. Biroq Kamil akamlarning uyiga berib, Nurziyani ko'yganda o'zinglarni tutib olib gap qilinglar. Kamil akam
Helima Nurziyani necha yillardan o'z qizidek ko'rib atvalab cho'ng qildi. Endi bo'lganda ishlar oshkor bo'lib ketsa, ularning ajri yerda qoldigan gap. Voy ma'qul. Har qatam akamning uyiga mangsamla, mushu gapni takrorlaysiz. Necha yildan buyon anglayverib qo'liqimga singibli ketdi. Qanday qilishni obdan bilaman. Menmi qizimning bu vaqt bo'lganda haqiqiy ahvoldan xabar tepib azoblanib qolishni xohlamayman. Ha, ma'qulamsa, amsa mammo ish qilmangay. Kelganda ko'rishaylik. Ha, ma'qul. Nazigul aldirash hujrasiga kirib, oddiyli yasinib, yerlik to'xu tuxumi, yangoq, quruq uzum degandek quvvatli yemekliklarni somkisiga liqqida qachilab, aksi kamillar turayotgan shaharga qarab yo'lga chiqdi. Qadrlik asar anglag'uchi aziz do'stlar, Nazigul qizi Nurziyaning o'g'ri atilib bu uydan chiqib ketganligini, akisining qizini shuncha izlabmi topolmaganligini bilsa, qandoq bo'lib ketar? Mushu ish sabablik amroq akisinglarning orasiga so'g'uqchilik tushib qolarmi? Nurziya yana qandoq qismatlarga uchraydigandi? Navoda asarning keyingi tafsilotlariga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asarimizning atidagi qismida bo'lsin.